Danyara, Aldirakman internet magazindən səs zakazatadın. Onu günü boyu asıb birmən, uya barıb yetişik olğandan keyin 1-2 saat içində toxtaq qalıb turibdi. Öz üçün bolsa kerakmi? Yo'q, undan emas. Mexanizmik avtopod zavod saytlar o'z turlarga bo'linadi. Menimcha seni olgan sayting bir kopiyada bo'layman. Ular yechib qo'ygandan keyin 1-2 soatdan keyin to'xtab qoladi. Bizda sotuvda turgan 3 oylik kopiya saytlarimiz bor. Ularning zapasni kodi 10-12 soatni tashkil qiladi. Tuberish orqali uni yanada ko'paytirish mumkin, 20-24 soatga cho'zish mumkin. Original Aren saytlarimiz bor. Ularning zapasni kodi 30-35 soatni tashkil qiladi. Dakman taqdirdan ham 1,5 kun davomida ishlab turadi. Bundan yaxshiroq esa Seiko Citizen saytlarimiz bor. Zapasni kodi 48 soatni tashkil qiladi. 1-2 kun dakmin qo'ysam ham 48 soat davomida ishlab turaveradi. Bundan ham yuqoriroq, ko'proq ustun desang, shvetsarskiy masalan Tissot saytlarimizning Powermatic 80 degan modellari bor. Ular 80 soat zapasni kodi ega. Ya'ni sen dakmasang ham 3,5 kun davomida ishlab beradi. Agar to'liq zaryad olsa. Premium darajadagi saytlarimiz bor. Oros, Tudor. Shu brendlarimizning zapasni kodi 48 soat. Ya'ni 2 kunni tashkil qiladi. Ularni tubar turib ham yana zapasni kodini oshirsa bo'ladi. Ağa to'xtang. Tissot saytlarimizni zapasni kodi 80 soatda tursiz. Bu yoqda premium kassadagi Oros, Tudor saytlarimizniki 48 soat. Nechun esa bular qimmat? To'g'ri, Tissot saytlarimizning zapasni kodi 80 soat, Oros, Tudorlarniki esa 48 soat. 48 soat menimcha normada bo'lgan. O'zi qimmat brendlarni xarid etgan vaqtda 50-60% summani brend uchun to'laysan. Shuningdek foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizlarga obuna bo'lib kuzatishni davom eting.